hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasiga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Markaziy Tibet idorasini ogohlantirdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakati kommunist Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan namoyish o'rinlashtirdi. Moda ustasi moda orqali Uyg'urlarning qiyinchiligini insonlarga tunutish uchun harakatga o'tdi. Indoneziya Davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini siyosiy raqobatning quroli qilib olmasligi kerak degan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatga sunamiz. 28 sentabr kuni Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Tibet va Janubiy Mongoliya vakilining Xitoyning ishg'ol, mustamlika harakati haqida elib borgan tor suhbat yig'inini Markaziy Tibet idorasi tor betida xabar qilib, vatanimizning nomini Xitoy qo'ygan ishg'ol nomi bo'yicha Xinjiang deb olgan. Ma'lumki, bizning ba'zi da'vochilarimiz bundan burun va ilmo Tibetlar bilan o'rtaq elib borgan faoliyatlarda vatanimizning nomini Xinjiang deb atagan va ya Sharq Turkiston kalimasi ancha tilga ilinmagan. Tibetlar buningga ko'ngan. Sharq Turkiston Surgundi hukumati bu ahvolni bayqab, darhol Tibet markaziy idorasini Twitter hisobidan ogohlantirib, Sharq Turkistonliklar Tibetni hurmatlaydi. Xitoyning mustamlikasini bildiradigan Xizang degan so'zni ishlatmay, Tibet degan so'zni ishlatadi. Biz barliq Tibet o'rinlari va shaxslarning Sharq Turkistonni hurmat qilishini, shundaqla davlatimiz Sharq Turkistonni tilga olganda Xitoy bergan mustamlika nomi Xinjiangni ishlatishdan to'xtatishni umid qilamiz dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkiloti kommunist Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan namoyish o'rinlashtirdi. 1949 yili 10 oyning 12 kuni general Wang Jin boshchiligidagi Xitoyning atalmish Xitoy xalq ozodlik armiyasining 2 armiyasi Sharq Turkiston bilan Xitoy o'rtasidagi Anshi Yumin chegarasidan o'tib, Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan keyin mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini 1949 yili 12 oyning 22 kuni ag'dirib tashlab, bugungacha davomlashib kelayotgan ishg'ol, mustamlika, irqiy qirg'inchilik harakatini boshlatdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilganligining 73 yilligini la'natlash, Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqarodagi davlat hukumatlarini va jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilganligini ayblash, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llash va Xitoyning mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik, ishg'ol harakatini oxirlashtirish, Sharq Turkistonga haqiqiy yordam berishga chaqiriq qilish maqsadida 2022 yili 12 oktyabr chorshanba kuni tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish qilishni o'rinlashtirdi. Qarindoshlarning vaqtida qatnashishi talab qilinadi. Moda ustasi moda orqali Uyg'urlarning qiyinchiligini insonlarga tunutish uchun harakatga o'tdi. Louis Shin Stockholm moda kiyim haftaligi uchun loyihalangan kiyimlari orqali dadillik bilan modadan halqagan bir bayonot e'lon qildi. O'rta Sharq ko'zining 11 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, Louis Shin moda va to'qimachilik buyumlariga havas qilgan bo'lib, necha yildan keyin loyilashga bo'lgan muhabbatining uni dunyo sahnasiga olib kirib, siyosatga aralashishini o'ylabmi boqmagan edi. 28 yoshlik loyihalovchi shvetsiyalik bo'lib, Uyg'urlar duch kelgan ziyonkashliklarni bayqaganda, uning loyihalari yangi yo'nalishga erishdi. U O'rta Sharq ko'ziga Covid mezgilida Yaponiyadagi vaqtlarda BBC'ning xabarlaridan Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikdan xabar topganligini, necha kun vaqt sarf qilib Uyg'urlarda yuz bergan ishlarni tadqiq qilganligini, har xil dokladlarni o'qiganligini va hujjatli film ko'rganligini aytgan. U bu yilgi Stockholm moda kiyim haftaligida Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish, zamonaviy qulluqni oxirlashtirish, bola ishchilikni oxirlashtirish degan xatlar yozilgan ko'zga ko'rinarli kiyimlarni kiyib, cho'ng numurliq oq maykalar bilan niqoblandi. Angliya, Daniya va Gollandiya qatorliq Yevropadagi 6 davlatda tarqatib, insonlarning diqqatini tortdi. Bu faoliyat torda kishilarning olqishiga erishdi. Uning Instagram hisobiga yo'llangan rasmini yoqtirib ko'rganlarning soni 37 ming qatimdan oshib ketgan. Shinning 2022 yillik moda kiyim haftaligi ko'rgazmasidan keyin Yevropa Ittifoqi komiteti majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarni Yevropa bozoridan cheklashni o'ttirg'a qo'ydi. Shinning kiyimlarining ko'pinchisi nimkash raxtdan yasalgan bo'lib,
u kelgusida 100% aylanma sistema barpo qilishni maqsad qilib, imkon qadar nimkash raqlarni ishlatishga tirishadi ekan. U yana 100% isrofchilik qilmaslik siyosati ustida ishlaydi ekan. Shunga raqning har bir qismini qo'llanadi ekan. U yana ko'na kiyimlarda yasalgan raqlarni qayta qo'llanib, yangi hayot ato qiladi ekan. Oldingi hafta Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muzokara qilinishiga qarta bilet tashlash harakatida dunyoning eng ko'p musulmon nufusiga ega bo'lgan Indoneziya rad qilib bilet tashlab, davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini siyosiy raqobatning quroli qilib olmasligi kerak degan. Erkin Osiyo radiosining 7 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Indoneziya Tashqi ishlar ministrligi inson haqlari ishchi ishlari mudiri davlatlar tarafsiz dialogni qoplagan munbar shakllantirish kerak degan. Indoneziyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi doimiy vakili Fabian Radiard kishilik huquq kengashining barliq davlatlarni kishilik huquq majburiyatini ado qilishga ilhomlantiradigan muhit yaratishga ahamiyat berishi kerakligini, shu sababdan yo'q deb bilet tashlaganligini aytgan. Avstraliya Deakin Universitetining Indoneziyalik akademik Gerek Barton Jakartaning bu harakatining kishini umidsizlantiradiganligini, ammo hayron qolarliq emasligini, davlat ichidagi siyosiy ko'zqarashning Indoneziyaning maydoniga ta'sir ko'rsatadiganligini, qaramoqqa Jakartaning Beyjingning kuchli bosimiga duch kelganligini hamda Xitoy hukumati bilan cho'ng talash tortish qo'zg'ashni xohlamaydiganligini aytdi. Tayvanlik olim Si Cheyuning qarashicha, Beyjingning mablag' jalb qilishi davlatlarning rad qilish sababi ekan. Jakartadagi Xitoy tadqiqot markazining tadqiqotchisi Reyni Padriat Javani Indoneziyaning bilet tashlashi uning moslashmagan tashqi siyosatiga mos keladi degan. Tarix qahramonlarni emas, la'natga loyiqlarni xotirlaydi. Shuni eslatish hojatki, zuvulisini kichik o'ylab qadam oladiganlar qo'ng'izdek timsiqlashni parvoz chog'laydi. Zuvilisining qaysi ajdod va qaysi shonliq millatdan kelganligini bilganlar mengayotgan yo'lining vaznini biladi va shunqor misoli parvoz qilish, ko'kning arkisi bo'lishning tabiiy haqqi ekanligini tunib yetadi va badili nim bo'lishidan qat'iy nazar bo'g'ilgan qanotining kishanlarini pochaqlab, hurlik uchun kurash qiladi. Asli bo'g'ayki kutilayotgani bir kuchcha chapdaslik, shunqorcha parvozdir. Qo'ng'izcha timsiqlash, toshpoqcha ig'inish emas, harom tomoqliq texmi emas. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.